Assalomu alaykum va rahmatulloh. Bizlarni kuzatib borayotgan qadrli yurtdoshlar, obunachilar. Birinchi liniyadan quru yer qidirayotgan obunachilarimizga yana bitta yaxshi variant bor. Zangeta tumaniga yetib kelganmizda, Zangeta ziyoratgohidan 1,5 kilometr o'tganimizda 10 sotuvli sotilayotgan quru yerni ko'rsatib beramiz. Birinchi liniyadan katta xonadonni bo'lib sotishyapti. Mana oldi fasad razmeri 18 metr bo'ladi. Oldiga mana shunaqa eski binolari bor. Endi olgan odamga tashab ketilaveradi. Bu yoq taraf bo'lsa 57 metr uzunlikda bo'lyapti. To'rtburchak, nejiloy joy qurishga ham juda ham zo'r variant. Svet, suv, gazlar hammasi bor. Endi bo'lsa ko'cha tarafdan ham bitta xudo xolis tushuntirib beraman. Ko'ryapsizlar, mana birinchi liniya, bu yoq tarafda Zangeta ziyoratgohi 1,5 kilometrdan keyin bo'ladi. Oldida mana shu yo'l yuzidan 12 metr kirib keldik. Uzunasi 18 metr bo'ladi. Oldiga masalan nijiloymi, bog'chalik o'ynasa qursanglar ham oldiga bemalol mana shu yerga avtosenka qilib qo'ysanglar bo'ladi. Fasadi mana bu yoqdan boshlanadi, 18 metr bo'ladi. Uzunligi 57 metr razmerda bo'lyapti. Bu yoq taraf ko'rdinglar mana. Tekis to'rtburchak joy. Sotiga $15,500 startli narx qo'yishdi. Kelishadigan joyi bor. Qiziq bo'lsa aloqaga chiqib egasi bilan baraka qilsanglar bo'ladi.